Assalomu alaykum hammaga. Avtomix YouTube kanal obunachilarimizga salomatmisizlar? Kuninglar xayrli bo'lsin. Charchab qolmayapsizlarmi? Sizlarga ozgina video murojaat bilan chiqyapman. Xudo xolasa gaplarimni to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddamiz. Ekranda turgan nomerlar ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram nomer ulangan. Shu nomerda Telegram bor. Telegram kanalga ham ulab qo'yiladi deb yozsanglar, Telegram kanalga ham ulab qo'yamiz. Video murojaatdan maqsadim shundan iboratki, hozir kunni jazirama issig'i tufayli endi kechqurungi obzorlar qilish ham ancha kech bo'lib ketyapti. Bu yoqda ishlar ko'payayotgani hisobiga bizada hozir ko'proq masshtabniy kuchimiz Instagram va Telegram kanalga kuch berilyapti. YouTube'ga video ishlashga ozgina vaqtimiz yetmayapti. Ham Rossiya davlatlarida YouTube platformasini bloklashganligini inobatga olgan holatda YouTube'ga videoni kamroq joylab turibmiz. Iltimos qilib qolardim, mana shu nomerga yozsanglar, ekranda turgan nomerga yozsanglar, Telegram kanalga ulab qo'yamiz. Menimcha endi Instagram ishlatmaydigan odam hatto Telegram ishlatadi. Bemalol Telegram kanalga ulanib qo'ysanglar, ko'p narsadan bexabar qolib ketyapsizlar YouTube obunachilarimiz. Ya'ni hozirgi kunda eng birinchi o'rinda qo'yilayotgan videolarimiz va mashinalarimizni narx-navolarini Telegram kanalga qo'yib boryapmiz. O'shaning uchun imkoninglar boricha Telegram kanalga o'tib olsanglar, hamma yengilliklardan xabardor bo'lib turasizlar degan umiddamiz. Telegram kanalni bir-sidra ko'rsatib qo'yaman. Marhamat, mana ko'ringlar. Mana bitta shoshmasdan sekin-sekin ko'rsatib o'taman. Mana shu narsalarni, hamma videolarni shu platforma orqali, Telegram kanal orqali hammasini qo'yib boryapmiz. Sizlar ham shu narsaga kanalga ulanib qo'ysanglar, inshaalloh yengilliklardan bexabar qolmaysizlar degan umiddamiz. YouTube'ga endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz video joylab turishga. Endi hammasi vaqt soatini hisobga olgan holatda. Hammanglarga rahmat, ozgina to'g'ri tushunganinglar uchun. Manzilimiz o'sha. Manzil Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Do'mbrobod mahallasi, Gavhar ko'chasi. Lokatsiyaga kirasizlar, poisk bo'ladi-yu, adres yozadigan joyga Serquyosh 55 deb yozsanglar, to'g'ri shotga kelasizlar. O'zimiz sizlarni kutib olamiz. Nima mashina kerak bo'lsa, xudo xolisa qo'ldan kelgancha chiroyli mashina qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingi masalasi, mashinalarimizni hozirgi kunda bosh to'lovsiz, ya'ni nomingizga o'tkazishga ketadigan xarajat bilan mashina ham qilib beryapmiz. Agar shunaqa mashinalar kerak bo'layotgan bo'lsa, marhamat, Telegram kanalga ulaninglar. O'sha yerda hamma ma'lumotni ko'rib borasizlar. Ozgina vaqtingizni olib qo'ygan bo'lsangiz, rozi bo'lib qo'yasizlar. Avtomix YouTube kanali sizlar uchun xizmat qilishda charchamaydi. Joninglar sog' bo'lsin. Hammanglarga rahmat.